Lari yaxshimisizlar hammangizlar? Salom do'stlar, azizlar, do'stlarim, podpischiklarim. Azizlar, bugun bilganingizdek videomiz tovuqlarning kasalligi haqida emas, faqat oxirgi payt juda ham ko'p bo'lib ketdi bu videolarimiz tovuqlar kasalligi haqida. Endi bahor fasli edi. Shunga ayni vaqtda kasalliklarning nima avj olishi, virusli kasalliklar, shunga ko'p kasallikka video qilgandim. Endi bir-ikkita do'stlar videolarimiz boshqacha bo'ladi. Kasalligi haqida emas, yana ko'p podpischilarimiz so'rashdi, obunachilarimiz, aka tovuqlarni qanday qilib qo'rq qilish mumkin, qanday qilib tuxumga o'tirg'izish mumkin, nima qilsa bo'ladi? Ko'p savollar bo'ldi. Shunga mana bahor kirib kelyapti. Havo sovuq bo'lsa ham, xudo xolasa yaqinda isiydi. Mani tovuqlarim xudoga shukr mana bahordan boshlab o'tirishni boshlashdi. Tuxum